Bu ko'rib turganinglar Vaqt degan kino. Kinoning syujetini esladinglar. Kinoda pul birligi vaqtga aylanib qoladi. Mana shu kinoni haqiqiy bizning yashayotgan hayotimizga bog'liqlik tomonlarini bitta ko'rib chiqaylik demoqchi edim. Bu kinoda hamma narsa uchun vaqt bilan to'lov qilinmayapti. Bizning paytda pul bilan to'lov qilinadi. Lekin o'sha pulni topish uchun biz vaqt sarflaymiz. Endi bundan nima kelib chiqadi? Biz demak do'kondan nimadir sotayotganimizda ham yoki qayergadir aylanishga borganimizda ham, restoranga kirib ovqatlanganimizda ham to'lov paytida biz demak pul emas, o'zimizni o'sha pulni topish uchun ketkazgan umrimiz bilan to'lov qilayotgan bo'lamiz. Bundan shunaqa xulosa olamizki, biz pul topish uchun kamroq vaqt sarflashimiz kerak. Shunaqa ishlardan bittasini bugun sizlarga tanishtiraman. Bu 3D modeling va marketplace'larda 3D model savdosi. Siz 3D modellashtirish uchun vaqt ketkazasiz va uni saytlarga joylab qo'yasiz, lekin u uzoq yillar davomida sotilib sizga daromad olib keladi. Oxirgi 10 kun ichida men shu mavzuda kontent qilib kelaman. Agar sizga ham shu mavzu qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.